Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasiniki aziz ishtirokchilari. Bugungi Uyg'ur choyxonasi naq maydon suhbat programmasiga Amerikadagi obzorchi, kuzatuvchi, siyosiy analizchi Mavlo Yosin akamizni taklif qildik. Bugungi suhbat programmamiz Amerika Hudson iqlimlarining kommunizmdan keyingi Xitoy Kommunistik Partiyasining keyingi Xitoy nomli doklatiga nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum Mavlanka Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga qimmatli vaqtingizni chiqarib, naq maydondan qatnashganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Uka hamma mushada misli anglayotgan barliq qarindoshlarga, hammanglarga salomat. Allohdan tininglarning salomatligini tilayman. Rahmat Mavlanka. Bugungi suhbat programmamiz haqiqatan muhim bo'lgan bir suhbat programmasi. Bunda muhim suhbat programmasi deyishimiz sabab Amerika Hudson yani aql ombiri ninki 2025 7 oyninki 6 kuni chiqqan bir doklati bor ekan. 6 oyning 16 kuni ku deymi? 16 bu yana kommunizmdan keyingi Xitoy Kommunistik Partiyasining keyingi Xitoy nomli doklat ekanda. Bu doklat hamda biz Uyg'urlarning kelgusi istiqboliga munosabatli bir muhim mazmunlar buningda qanchalik o'rin oldi bu doklatda. Bu doklat nim mazmunlar bor. Bu doklatning bizga foydali taraflari bormi va yoki ziyonli taraflari bormi? Biz bu nuqtadan bugungi suhbatni o'rnashtirdik. Buning foydali ham ziyonli nuqtasi qaysi nuqtalar ko'rildi buni bilishdan ilgari eng avval siz shu doklat haqida doklatni tepsili bir tushuntirib bir o'tsangiz eng avval. Uning keyin doklatda yozilgan mazmunlarga asosan men savollarni o'tirib qo'yman. Shu suhbatni bu shaklda davomlashtiramiz. Eng avval bu suhbatni hozirlagan Amerika Hudson aql ombiri haqida bir qisqacha bir tushuncha bergan bo'lgan bo'lsangiz. Rahmat. Bo'ladi. Amerikaning butun siyosatini, Amerika xalqining ideologiyasini ikki xil dunyo ko'z qarash egallaydi. Birisi konservatizm. Endi konservatizm degan bu inglizchadagi konservatizmdan kelgan, hamda uyg'urchada deb oldik ya, lug'at kirsan konservat. Endi konservatizm degan biz yaplaq til desak an'anaviy kon qadam bo'yicha ish qilganlar deydi. Amerikada bu masalanga bular nimani de mushini tushunish uchun avval mush ikki narsa nihoyat muhim. Bular masalan individualizmni, shaxsiyatchilikni ta'kidlaydi. Shaxsiyat an'anavilikni, kapitalizmni, jumriyatchilik va cheklik federatsiya hukumatni qildi. Hukumatchi aralashmaslik kerak xalqqa. Ishni qilish kerak. Biz boshqalar bilan ancha ishimiz bo'lmaslik kerak deydi. Masalan, ko'chmanliklarni hozir Amerikada qo'g'layotdi. Bu mushu konservatizmlarning ishi. Ko'chmanliklarni, musulmonlarni cheklayotdi. Trump konservatizmga kirdi. Bu Trump butun Cumhuriyet Partiyasini asosiy konservatizm. Ular musulmon davlatlarda odamni kirgizmaymiz, cheklaymiz. Miya kelgan qonunsiz kirgan ko'chmanlarning hammani haydaymiz. Dunyo sog'lom tashkilotidan chiqib ketamiz. Hatto goylari BDTdan chiqib ketamiz. Bular konservatizmga kirdi. Bular hozirgi Cumhuriyet Partiyasi shu. Unga yana birisini liberalizm. Bu liberalizm degan erkinlik degan gapda bu liberalizmlar ana konservativlarningki men xalq ichida deyman bular boylardan bojni oz olmas deydi konservativlar. Boylar qancha jiq pul topgan sari ulardan bojni oz olmas. Chunki boylar pulni jiq topsa ular mablag' silib shirkat ochadi, bir yillik hisobida shuning bilan nurg'un xalqlarni xizmatga o'rlashtirdi. O gaday odam shirkat ocholmaydi, shuning uchun boylardan bojni oz ilib ularningki bojni oz olsak ularningki mablag' silishning yo'lini ochamiz deydi ularning ideyasi. Men liberalizm hozir Amerikadagi demokratik partiya asosi mushu ideologiyada. Bular nima deydi desanglar, bularning asosiysi fuqarolarda erkinlik bo'lishi kerak. Fuqaro erkinligi va ijtimoiy barobarlik bo'lishi kerak. Masalan, sen bekbay bo'lib ketib, men gakkadan bu kasam buni sen tangshash kerak deydi bular. Undan keyin ijtimoiy adolatlik. Masalan, puli bor odamlar sotga berib, pul berib chiqib ketadi. Puli yo'q odamlar qanday qildi? Hamma narsani o'ylaganda biz mushu
pulni, mablag'ni haqqa kashkichi boylardan sal jiqroq boshni ilib, kambag'allarning qo'liga jiqroq pul bersak bo'ldi deydi. Kambag'allarning qo'lida pul bo'lsa, endi ular berib yemaklik oladi, kiyim-kechak oladi, bir yerga boradi, mashina oladi, hukumatning, butun davlatning iqtisodiy andin jonlanadi deydi. Bu ikkining farqi mishada asosiy. Endi bular deydigani bizning butun odamlarimiz mayli kambag'al bo'lsin, boy bo'lsin, hammasi erkin ma'rif tarbiyasini ko'rish kerak. Hammasi sog'lomlikni tekshirishni, o'zini sog'lomligini ko'rsatadigan doktorga berib keladigan erkinlik bo'lish kerak. Masalan, sizlar Yevropada hukumat davolaydi demin, to'g'rimi? Bular ashundoq bo'lish kerak deydi. Boylardan jiqroq pul olish kerak deydi. Bu asosiy jumhuriyatchilarning ideyasi. Ammo bu demokratiyalarning ideyasi. Bu ikkisi partiya asosiyatdan zodi bir yakanmaydi. Ikki narsada bular birlikka keldi. Birinchi, Avstraliyani shartsiz qo'llaymiz. Har qanday Amerikada Avstraliyaga tanqid qilsan qonunsizlashtiryapti. Avstraliyani shartsiz qo'llaymiz. Ikkinchi, Xitoyga qattiq siyosat qo'llanamiz. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik deganda bular hammasi bularning birlik kelgan yer. Endi Hudson institut bo'lsa, mush Amerikadagi konservativ aqllar tankisi kirdi. Bu aqllar tankisi tank deydi, aqllar ambri deb oldik-ku Uyg'urcha, to'g'rimi? Bu konservativ kirdi. Buning o'rni 1961-yili Nyu-Yorkda qurilgan. Uni qurishning uni Hudson deyishning maqsadi Nyu-Yorkning o'ttirmishda Hudson daryosi bor. Shu daryoning ismini ilib Hudson deb olgan. Un institut, universitet bilan institut degan o'xshamaydi. Universitet degandan doirasi keng, doktorlik unvon berdi, keng bo'ldi. Institut degan ma'lum narsalarni tadqiq qilgan, uning doirasi kichikroq bo'ladi. Tadqiq doirasi kichikroq bo'ladi. Andagi 2004-yili bu Washington DC, Amerikaning poytaxti Washington DC'ga ko'chib kelgan. Endi buningda Nuri Turkal, men burun qarasam, mushniki senior fellow degan. Mandaqsa peshqadam xizmatchisi deb burun ilingan buningda. Hozir yana mushnimi ishlamda uqmayman. Men hujjatni yozishda buning roli bormi yo'qmi, ulardan xabarim yo'q. Men Nuri Turkal bilan aloqam bo'lmagani xil uzun yillar o'tdi. Shuning uchun nimam yo'q. Men Nuri Turkalning asharlikini men Google'dan izlab baksam, şu Google'ma şu Hudson Institute'ning senior fellow deb olibdi uni. Peshqadam xizmatchisi, tadqiqotchisi deb shu yerda olibdi. Hozir qanday uqmayman. Men mushuni yozganda roli bormi yo'qmi uqmayman. Men sizlarga tushuntirdim. Men maktabning nimasi qisqa tushuntirib qo'yay meningda. Endi men tanishtirishda men avval bir necha haqlarningki shu Hudson institutining Uyg'urlardan bir nechasi so'zlabdi. Qarasam bular 5 yil ozroq so'zlab qo'yiblar, bu hujjat qopdi. O'zlarining davlat qursak bo'lamdi, ishi bor, Uyg'ur ishiga tushib ketibdi. Bu hujjat bilan munosabat yo'q. Endi shunga men bo'pti, sen Mavlanka mushni bir so'zlashib baqamdiq degan, bo'pti, bular so'zlabdi, men mushu hujjat ustida to'xtab Mush hujjat ustida bir so'zlay, andin savolga qarab muzokara qilaylik deb ma'noga chiqdim. 2016-yili 6-oyning 16-kuni bu Houston Institute Kommunizmdan keyingi Xitoy. Endi biz Xitoy deb Uyg'urlar deymiz, ular China deb oldi, Jungo deb oldi. CCP'dan, CCP'ni bilamiz, to'g'rimi? CCP degan Xitoy kompartiyasini deydi. CCP'dan keyingi Xitoyga tayyorlik qilish degan dokladni e'lon qildi. Bu doklad Xitoy kompartiyasi yemirligandan keyin xalqaro jamiyati buningga qanday javob berish kerak degan masala ustida izlandi. Dunyodagi tadbir belgilagichlarni buningdan keyin keladigan xatar va fursatga ahamiyat berishga chaqiriq qildi. Belgichilar, prezident hamma davlatlarga bu dokladni Houston Institute Xitoy fakulteti bor, Xitoy rasmiy Xitoy fakultetining mudiri Yumao Chun bosh tahrir bo'lib,
Uningga andin harbiy sohasidan, axborot sohasidan, iqtisod sohasidan, kishilik huquq sohasidan, asosiy qonun sohasidagi nurg'un mutaxassislar qatlashib birlikda buni yozgan. Takrir u qalam hammasi muzokara qilganda qalamni qilgichi bu yumov uchun. Bir qancha muhim soni o'z ichiga oladi. Mushta hamma yerda odamlar o'tirib, hammasi fikrini berdi, yozuvda fikr bu uni ratlab chiqar. Yumovchi bo'lsa Amerikalik Xitoy garajdani xuddi men Amerikalik Uyg'urga o'xshash. Amerika dengiz armiyasi akademiyasining Sharqiy Osiyo va harbiy tarix professori. Hozir Hudson Institute Xitoy fakultetining mudiri va Hu degan yana shunda bu necha institutlar birlashib qolgan yana bir aqllar tankisi. Yani aqllar ombri. U bir necha emas Harvard 7-8 cho'nglab qolgan aqllar. Shu institutning tadqiqotchisi. Bunga bo'lganda avval men dokladni umumyuzlik bir tushuntirib o'tay. Undagi men dokladni bir 10 dak bo'limga bo'lib şu vaqtida savolinglar bo'lsa har bir bo'limga qo'ysanglar bo'ladi. Hamma avval dokladni umumyuzlik bir tushuntirib o'tay. Tushuntirma Mavlanka. Rahmat, siz dokladni tafsili zir zivargacha shu jumla tushuntirsiz. Madolid nurg'ulga Uyg'urlarga dokladlar e'lon qilindi. Faqat biz xabarlik kirmiz, lekin doklad nima bo'lganini bilmaymiz-da. Chiqarib inglizimiz bo'lmagan ekan. Shuning rahmat, qimmat vaqtingizni chiqarib bu dokladda tafsil tushuncha berganingizga, an ekranda qarindoshlar bu doklad haqida Mavlankaning tushuntirishidan savol chiqara olsanglar, shunga tushunmagan ba'zi yerlar qolib qolsa inkas shaklda qoldiringlar, nahmaydan Mavlankamdan so'raymiz. Rahmat, boshla Mavlanka. Endi bu dokladni men tarjim qilmayman. Bölüm bo'lib mazmunni tushuntirma. Buning nima? Buning inglizchasi chiqdi, xitoycha PDF faylmi chiqdi. Bu xitoycha. Bu dokladni e'lon qilgan yoqi g'arb dunyosida ancha g'ulg'ul qo'zg'amadi. Faqat musha Xitoyni tadqiq qildigan, masalan, Amerikaning CIA axborot organlari, davlat siyosatchilari, diplomatlari bular o'g'indi. Kan xalqning ichida, masalan, televizorlarda bu to'g'riliq doklad nimalarni bermadi. Chunki televizor degan shaxsiy uningga ma 2 soatlik men so'zlayman desa, shu so'zlaydiganga har shirkatlar o'zining e'lonini qilib pul to'lasa bo'ladi. Unda qildigan odam yo'q buning. Uning qimmati. Lekin Xitoy sohasida bu cho'ng keng g'ulg'ul bo'ldi. Masalan, men Xitoylarni anglab chiqdim. Xitoylarni masalan misolga olsam, Guanjianshike, Huashi Sanguo Yanyi, Lungu Tanjing, Jiangfen Mantan deydigan Xitoylarning bir necha cho'ng CNN'ga o'xshash cho'ng organlari bor. Hammasi bu to'g'riliq xeyli jiq nimalarni ifodadi. Hatto Tayvandagi Xitoy kompartiyasini himoya qilgan televizorlarmi bu to'g'risida tafsili to'xtadi. Men bir qo'r anglab chiqdim hammasinikida. Doklad mundaq deb ko'rsatdi. CCP iqtisodiy ishining ilgirishini ko'payishining ostilishi, nüfusning qiyriilishi, uy mulk krizisi va yer sharining ishsizlik yoshlarning ishsizlik nisbatining yuqori bo'lishi qatorliq g'oyat zo'r ichki ziddiyatga duch keldi. Xitoy hozir shu asosan 4-da zid kelgan. Iqtisod o'smayapti, iqtisod vayron bo'lyapti. Nüfus qirib ketib bordi odamlar. Yosh odam emgak kuch qolmayapti. Uy mulk krizisi hozir Xitoy uy mulk krizisi degan vayron bo'lib ketdi. Unga yerlik moliya krizisi paydo bo'ldi. Unga yoshlarning ishsiz ahvoli intayin ig'ir. Mushu duch keldi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika, Yevropa birlashmasi va boshqa davlatlar bilan bo'lgan xalqaro savdo munosabati misli ko'rilmagan jiddiylikda. Ma hujjatning gaplari jumonglar. Shundaqla janubiy yerim sharqdagi uning degani mayada Xitoy deydi. Xitoyning janubiy yerim sharqdagi davlatlarga qaratgan majburlash siyosiy qatorliqlar uning yer shariga ta'sirini ig'ir darajada buzdi. Mayada Xitoyda janubiy yerim shardagi janubiy yerim shar deganlari Yeni Zelandiya, Argentina, Chili, Braziliya, Janubiy Afrika, Angola va Mozambiklarni bular Xitoy nimada
Janubiy yerim şar deydi. Hmm. Dokladda mundaq deb ta'kidladi. CCP'nin keyingi davrini muqimlashtirish uchun xalqaro hamkorlikning muhim ekanligi, Amerika dunyo rahbari bo'lish sifati bilan Xitoy vaziyatining muqimligiga kafolat qilib, demokratik tuzumga tinch o'tishni ilgari surish kerak. Agar muvofiq bir taraf qilinmasa, buning oqibati dunyo tarafiga ta'sir ko'rsatishi, dunyo tartibiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Maalesef tercümanları cümleler mi? Kısa so'zlab bitir. Doklad mundaq deb tavsiya qildi. Amerika alayda harakat qismlari, harbiy qo'shin, Special Force deydi Amerikada. Alaydan Xitoylar Tejung budoy deb aptoaningda. Amerika alayda harakat qismlari vaqtliq hukumatga yordamlashib, ashaq odam avtib degan gapda vaziyatni muqimlashtirib, ul aslihalarni qo'g'dab, yangi hukumatning tinch borliqqa kelishiga qulaylik yaratish kerak. Bu doklad CCP harbiy biologiyalik qural tadqiqoti dunyo strategiyalik tahdid paydo qildiganligi haqida ogohlantirdi va uni bir taraf qilish strategiyasini o'ttirga qo'ydi. CCP yemirligandan keyin mablag'ni qayta tashkillash, mana hammasi ashuna ichidagi nimalar, CCP yemirligandan keyin mablag'ni qayta tashkillash, qayta taqtish, xususiylashtirish va ma'muriyatni ixchamlab huquqni tuanga berish, erkinlashtirilgan pul muomala qurilmasini barpo qilish orqali Xitoyning pul muomala sistemasini qayta tashkillashni tashabbus qildi. Doklad yana Xitoydagi Amerika shirkatlarini va fuqarolarini chekindirib chiqish, Amerika iqtisodining muhim sohalaridagi Xitoy gavdalarini, gavdalari deganni Xitoydagi bodi degan iqtisodlik maktab, iqtisod shirkat hammani deydi jumla. Doklad nima muhim Xitoy gavdalarini Amerikadan chiqarib tashlash, Xitoyning Amerikadagi mol mulkini bir taraf qilish to'g'riliq tasavvur qildi. Bir taraf qilish deganda bular Xitoylar ya nurg'un shaxsiylarni qaytarish ya musodir qilishni da'vatidi. Doklad yana Xitoy armiyasini qayta tashkillash, CCPning, Kommunist partiyasining davlat bexatar organlarini va josuslik organlarini tarqatib etish, arxivlarni ommaning tekshirishi uchun echib etish, asosiy qonun demokratiyasi o'rnatish va asosiy qonun demokratiyasini o'rnatish va yangi asosiy qonun tuzish to'g'risida taklif qildi va takliflarni berdi. Doklad yana o'tkinchi mezgilda kishilik huquqni qo'g'dashning muhimligini aytdi. Doklad yana Amerika Xitoyda yuz beradigan ichki zo'ravonlik, ichki urush va siyosiy uch ilishning oldini olishni tavsiya qildi. Bo'lib bu anan deydi Guangxi, Xinjiang, Xizang, Luimongo, Xizang. Men meyada Xinjiang Sharq Turkistonda da'vatman, men hujjatni ilyapman jumla. Men shu boshqa Xinjiang deb o'qidim meyada. Guangxi, Xinjiang, Xizang, Ichki Mongoliya va Ningxadan iborat 5 avtonom rayonga alohida ahamiyat berib, xristianlarga va Falun Gong qatorliq diniy guruhlarning talabini hal qilish kerak deb yozdi. Islomni demabdi. İslam'dan çıkartmışlar, bunun kalem tutup yazgıcı yanlı Xitay. Şimdi bular Xitayni nima qilamiz deydi, o'ngishayman deydi, lekin avu Sharq Turkistonni bermayman deydi Allah bular. Bu İslam'dan çıkartmışlar. Bularni bermaymiz. Bu İslamni tiniq olmabdi u yerga. Endi men mushu dokladning ashlarni men dokladni o'qib, tarjima mazmunni mushu 10 dak mod bo'limga bo'lib, buni hozir 20 so'zlab o'tib ketay.
Bu doklad masalan 8 deb turay. 8 bölüm modulga ayrılganda o'qib baqsanglar bunda. Birinchisi Xitoy kompartiyasi yimirligandan keyingi vakuum mezgilda, vakuumni bilmasku bo'shliq. Bo'shliq mezgilida Amerika alayda harakat qismlari muhim rayonlarni muqimlashtirib, militarist bo'lginchilikni va milliy to'qinishning oldini ilishni o'ttirga qo'ydi. Muhim harakat alayda harakat qismi qo'shini Xitoyga berish muhimlarga askar avtish kerak deydi. Askarlarni ayıplanıp avtib shu yerlarning muqimligini saqlab, militarist, burun Xitoy tarixida militaristlar emasmi? Shunda bu qilishning oldini olish kerak va milliy to'qinishning oldini olishni o'ttirgan. Milliy to'qinish deganda albatta bizning sharqda Uyg'urlar, Sharq Turkiston bilan Xitoyning to'qinishini, Tibet bilan Xitoyning to'qinishini, Mo'ng'ullar bilan Xitoyning to'qinishini, hatto Tungallar bilan Xitoyning to'qinishi. Mushlarni da'vatida bularning milliy to'qinish degan vaqtida. Bu hujjatda degan birinchi hujjatning birinchi mazmuni. Maslahatniki. İkincisi bunun degini, har qanday jarayon savolinglar bo'lsanglar bo'ldi. İkincisi bunun degini biologik va yadro u asliyalarni bir taraf qilish programmasini o'ttirga qo'ydi. Buni qanday bir taraf qiladi? Biologiyani bilmas bir Xitoy virusi dunyoni necha yil qilib o'tdi. Yadro bor, u qalayimqi odamning qo'liga tushib qolsa qanday bo'ldi? Shuni bir taraf qilaylik deganni o'ttir, qanday bir taraf qilish to'g'riliq o'ttirga qo'ydi. Doklad shundoq etdi. Va dokladning gapi CCPda harbiy va fuqarolarni bir gavdalash turish siyosati bo'yicha nurg'un fuqarolar shirkatlari biologiya va ximiyalik qurol tadqiqotni o'z ichiga oladi. Men tushuntirib o'tib qo'yay. Masalan, xalq qonunda harbiy va biologiya nurg'un nimalarni u harbiy ichida shilda fuqaro shirkatlar qilib bo'lmaydi. Endi Xitoylar kim buni qilish uchun qanday qilarsan? Juming Hoyong degan harbiy va fuqarolar ikkisi manfaat olgan shirkatda birini qurib chiqib, fuqarolar shirkatlarida bular biologiyalik, masalan, universitetlarda qurol-yarog' tadqiqotlarni ilib beravergan. Shuni bir taraf qilish kerak deydi. Buni qilmaymiz. Shuning uchun doklad hokimiyat almashish jarayonida aloqador asliyalarni tizdan farqlantirib va kontrol qilinglar deydi. Tizdan shu biologiyalik va yadroliq bu aslarni tizdan farqlantirib, ularni kontrol qilib, bu xatarlik asboblarning kengayishi va terrorchilarning kontrol qilishining oldini olishning muhimligini tavsiya qildi. Mushni tim ilib qilib. Endi bu yer terrorchi deydi, bu terrorchini kimni deydi? Biz Uyg'urlarni da'vatamdi bu. Tibetliklarni da'vatamdi bu yuma uchun uqmaymiz. Terrorchilar deydi. U yoqlarda Sharq Turkistonda terrorchi deb hozir Xitoylar otgan asosi biz Uyg'urlar. Xitoylardan shirmi chiqadi, nima shunday hokimiyat qarshi deb oladi. Kungbu finzi deb olmaydi. Jinoyatchi deb oldi ular hozirgacha. To'g'rimi? Hozirgacha Xitoylar ichidagilarni masalan odam o'tdaganlarni finzi. Sharin bir nima deb oladi, uni bir Kungbu finzi degan Xitoylarda hozirgi faqat Tibet Mo'ng'ullar u yoqlarda yo'q, asosiyatdan Uyg'urlar qo'ygan qalpoq bu. Men shuni diqqat qilsang, nim qilaylik. Mushta nimani o'qigan vaqtimizda mushta bir narsalarga diqqat qilish to'g'ri keldi. Buni endi eng oxiri bu dokladni bizga foydali bog'liq to'g'riliq to'xtaymiz-ku, muzokara qilamiz, to'xtaymiz debdi buni. Bu dokladning qo'ygan 3-chi tarafdan bu doklad nima deydi? Iqtisodiy qurilma va qayta tashkillash yo'l xaritasini tuzib chiqish kerak. Xitoy gumbaran bo'lgandan keyin hozir biz Xitoyning iqtisodini qanday taraqqiy qildiramiz? Qanday tashkillaymiz? Shuning hozir xaritasini tuzash kerak deb. Davlat korxonalarini xususlashtirish. Xitoy iqtisodining asosi davlat korxonalari, to'g'rimi? Davlat korxonalarini xususlashtirishga shaxsiylashtirish. Qarzilarning aniqlik darajasini kuchaytirish. Hozir Xitoyning qarzi shunda qarziga bo'g'ilib ketgan bu davlat hech kim uqmaydi. Aniq emas. Bozor mexanizmini asliga keltirish qatorliqlarni ta'kidladi. Endi bahor
baza mexanizm degan gapni doim anglaysizlar. Bu baha mexanizm degan baza raqobatga qarab turib mablag'ni taqsim qilish degan gap. Mening shirkatim mablag'ni yog'ochni jiqroq ishlatsa, shu shirkatga yog'och boradi. Sening shirkating masalan suvni jiqroq ishlatsa, sening suv qaraydi. Raqobatga qarab turib mablag'ni bunda tekshirishni bu kasbiy tilda bozor mexanizm deb ataydi. Ha, shuni inglizchada market mechanism deydi. Asliga keltirish qatorliqlarni ta'kidladi. Shuning bilan bir vaqtda qalamqonchilikdan kelib chiqadigan xatarga taqobil turish uchun jiddiy pul muomala muqimlik ramkasini qurish degani emergence financial stability framework dedi. Taraqqiyot qilish kerak dedi. O ishi jiddiy bo'lib ketgandan keyin mush ishlarni rad qilish jarayonida bu dokladni o'qisanglar intayin qalayimqon chiqadi. Buni qanday qilish kerak? Darrov shu qalayimqon chiqqanda bu iqtisodni rad qilish uchun hozirdan tortib bu Xitoyning mush iqtisodlarini hal qilish to'g'riliq mushunda jiddiy iqtisodiy krizis paydo bo'lsa, ashuni hal qilish to'g'riliq bir ramkani, bir planni hozir tuzish kerak deydi. Endi bularning nimasi qarasang, bunda uchiq demabdi, bunda qurlari o'qib baqsang, mush Amerika o'zidilar. Bu Xitoylarning mush boylarning akagan qo'yib qo'ygan puli necha trillion. Xitoy aka shu pullarni amaliyotda shu akaga shu pullarni ashunga ishlatsak bo'ldi, ashlarnikini degan uchiq demabdi, tigi-tigida o'qisang ashundaq mazmun chiqadi o'ningda. To'rtinchi bu hujjatning degani CCP'ning, ya'ni Kommunist partiyaning Amerikadagi mulkiy va ta'sirini yo'qotish. Hozir mandaysak Amerikadagi barliq Xitoy shirkatlari Kongzi Shuyan deysa, maktablar qo'ygan hammasi amaliyotda CCP'ning, Xitoy Kompartiyasining. Ular xalq nomida akatmishak soldi. Shularni butunlay ta'sirini yo'qotish. Amerikadagi pul muomala, muarif va axborot sohalaridagi Xitoy Kompartiyasi singdirgan mulklarni aniqlab va tozalashni talab qildi. Buni butun har qanday kompartiyaga munosabatli shirkatlarning har qanday mulkini ilib tashlab, amaliyotda buni musodir qilish kerak deydi. Tozalash degani musodir qilib olish kerak deydi. Buning orqali CCP'ning uzun muddatlik an'anaviy bo'lmagan usulda Amerikaga singib kirishni tizginlashdi. An'anaviy, ma'noda unida non traditional penetration deb olgan. Uni Xitoycha Fei Chuantong Santu deb olibdi. Endi bu an'anaviy degan narsalar nima desanglar, masalanga iqtisodiy bexatarlik, pul muomala bexatarlik, masalan mushlarni davatini dokladda mushlarning bu yo'l masalanga iqtisodiy bexatarlik, pul muomala bexatarlik, madaniyat bexatarlik, jamiyat bexatarlik, ilm fan bexatarlik, to'r bexatarlik, ochliq bexatarlik, muhit bexatarlik, mablag' bexatarlik, yadro bexatarlik, dengiz sirtidagi manfaatlarning bexatarlik, bo'shliqdagi bexatarlik, dengiz ostidagi bexatarlik, jonliqlar bexatarlik, aql, sun'iy aql bexatarlik, sonliq ma'lumot bexatarlik. Mushlarning hammasi degan asli xalq orada muntizam bo'yicha munosabat qilsa bularga. Sen deysa hukumat orqali shirkat qonun tuzib turib bir-birini aloqamiz. Xitoylar hozir mushlarning har muntizam bo'lmagan aldamchilik, go'ldamchilik har xil usullar bilan bular kirkitib bordi deydi hujjat. Shuning uchun Xitoylarning mushi an'anaviy bo'lmagan usulda Amerikaga singib kirishini tizginlash kerak. Darrol buni tozlamasak, har yerdan izlabmanglar. Har qanday yerda mushalarga rasmiy ikki tarafning shirkati yo hukumat o'ttirib, qo'l qo'yib, manchilik qilamiz degan darajasidan eshib ketgan, olqib ketgan hamma narsani yo'qotish kerak, musodir qilish kerak. 5-chi bu hujjatning degani harbiy islohot ilib berib va harbiyni siyosatlashtirishni ilib tashlash. Xitoylarda harbiy siyosat to'g'rima Dang Zhuichang deydi. Partiya qurolni qo'mondonlik qildi deydi. Xitoyda harbiy partiya qaraydi. To'g'rima Dang Zhuichang deydi. Shuning uchun davlatga Junvei Zhuxi deydi. Harbiy Junvei Zhuxi birinchi qo'l bo'ldi.
harbiy islohot ilib berib va harbiyni siyosatlaştirishni ilib tashlash. Azad armiyani mudofaa xarakterlik davlat mudofaa armiyasiga qayta tashkillash. Partiya qurolga qo'mondonlik qilish prinsipini bekor qilish. Armiyaning davlatlashishi va kasblashishini tadrijiy amalga oshirish qatorliqlarni o'ttirg'a qo'ydi. Ashlarni qilish kerakday bu hujjatda. Ani bularning hammasi uzun hujjatga bu. Uzunga yozilgan. 6-chi bu hujjatni axborot organlarini va jamoat xavfsizlik sistemlarini parchalash va o'zgartirish. Axborot organlari degan hamda Xitoydagi butun Gong'anting deysa, josuslik organlari deysa, Anchuanting deysa, bular hammasi axborot organlari kirdi, xalqaro. Masalan, Amerikadagi xalqaro josuslik ilib borgan CIA deydi. Markaziy axborot organi deydi. Amerikaning ichidagini qilgan FBI deydi. Federativ ishchilarning hammasi organda mushlarning hammini parchalab etish kerak yoki o'zgartirib etish kerak deydi. Davlat shundoq yozgan, doklad shundoq yozgan. İlgirki Sharqiy Yevropa, Janubiy Afrikaning tajribalarini o'rganib, tarixiy arxivlarni tekshirish komiteti qurib, Xitoy Kompartiyasining bexatarlik organlarining ziyonkashligiga uchirganlik xotirasini e'lon qilib, ijtimoiy yorishishga asos solish. Hani bu bir aşta buna davet qilib bir tarixiy arxivlarni tekshirish komiteti qurib, butun Xitoyning mush kompartiya qurilgan yoki butun arxivlarini tekshirib, ularni e'lon qilish kerak deydi. Shu orqali ijtimoiy yorishish, xalqlar o'rtasida birlik, bir-birini kechirim qilishlarni nim qilish deydi. Buni biz Sharq Turkistonga qanday yorishimiz uni? Bu dokladning gibi bu qilganda. Endi 7-chi ilqi milliy murassa. Millatlar o'ttiriki mana bir-birlik keli, murassa orqali chegarani boshqarish. Xinjiang, Shizang maqtanishdi. Ben maqtashni o'qiyapman. Jumonglar endi Sharq Turkiston dimida 1000-yillar so'zlab ketman, hujjatni qilyapman. Xinjiang, Shizang, İçki Mongoliya, Luymungu ve başka rayonlarını asas qilib milli avtonomiya ramkasini loyihalab, haqiqatni tekshirish tartibini yo'lga qo'yib. Bu yana bir avtonomiya qo'yib, bu mustaqil bo'lishga qarshi-da bu yerda bu uni qo'llayman debapti. Avtonomiyasini haqiqiy avtonomiya qilaylar. To'planga qarshi turish mexanizmini harakatlantirib, bölgünçilik ve aşkınlıkның vaziyettin faydalanışının aldığını iliş gerek. Bu asas ettiğimiz Uygurlanda var. Doğru mu? Toplan degen başka yerlerde Xitoy işçilerden Baodong deb ataydı. Onu toplanı mesela onu degen. Mesela 6-cı yan 4 temin vakasını Liu Shi Baodong deydi. Doğru mu? Onu toplan degen işiltidi aymayak. Lekin bölgünçilik ve aşkınçılık bunu fakat bizden Uygurlar işletip kelyaptı bu. Tibetlikler mi yo'qolib ketdi, uzun halda Tibetlikler, Jimjit Mongollar ancha ishlarni bu asosiyatdan Uygurlar vaziyatidan aşkın foydalanishning oldini olish kerak. Bunda Uygurlar shu foydalanib Mongollar, Tibetlikler mushlar ham ashundan foydalanib mustaqil bo'lishini oldini olish kerak deyapti-da bu mandaylar. 8-chi Mamlakatlik asosiy qonun yig'in echib, hukumat qurilmasini qayta qurishni ilgari surib, yerlik hukumatlar bizningki Sharq Turkistonlandaydi. Yerlik hukumatlar bilan markaz hukumat. Shundaqla Shangang, Tayvan, Omin o'ttirsidagi munosabatni tuzum jihatdan asliga keltirishni ishqa oshirib, demokratiya va qonun bilan idora qilgan ko'p xil tangpungliqni asos qilgan siyosiy tartibni o'ttirib qo'yish kerak. Endi buning dayg'ini biz masalan Xinjiang, Shizang ashaqlarni chaqirmiz, o'ttirib ular sizlarga avtonom rayon beramiz. Avtonom rayonlik chiqadimi bu qonun?
To'g'rimi? Abdun rayonninki Xitoylarning yozgan Abdun rayon qonuni qilsa ajoyib mushlar butun huquq bizni Uyg'urlarni qo'lidek so'zlaydi. To'g'rimi? Lekin ishim yo'q. Asosiyatdan bu shuni debdi, mustaqillikni demabdi. Men bu 8 ga bo'ldim. Yana azroq bir nima mening o'zimning ko'z qarashini so'zlab o'tib ketay. Endi savolimga so'ranglar. Mana shu 8 ga bo'ldim. Hujjat qarab baxsam, endi 10 ga bo'lgandan qolgan ishlarning ancha ahamiyati yo'q ekan. Bu Şimdi bo'layotganda qisqaroq shaklda bo'lsin, biroq mukammal olib kelsin. 10-si masalanga men buningda masalan qilgan 10-sida Moşu Şarkı Türkistan bilen Şarkı Türkistan'daki mesela baylıklarını, baylıklarını kandak kılımız. O baylıklarını yerlik hükümet bilen ama oturusunda, merkezi hükümet oturusunda kandak bölüşümüz doğrusunda biraz sözlepti. Yani asası merkezi hükümetinin yetekçiliği de başkuruşta yerlik hükümetle baylıklı menfaat asıl oldu diyende. Ağzınıza söz kısıp koyalım kendi ağzınızga. Asas biz Uygurlar için daim zat insimizin büyük ketmesin her kanda vaxtıda Xitayla Kompartiyaga şunda karşı. Lekin birinimde birlikte. Şizang, Şarkı Türkistan, Mongol bu yani Xitayning zemini qilimiz. Bu bizning zeminimiz deganda Xitayning butun dunyoda Xitayning ideyasi birlikte. Mening bu hujjat bilan ko'z qarashimda bu dokladning eng chong alaydiligi o komünizmga karşı turuştila to'xtab qolmagan. CCP yani Xitoy Kompartiya konturligini yo'qotib qo'ygandan keyin yoki yemirilgandan keyin qanday qilib Xitoyning muqimligini saqlab qilish, muqimlikni saqlab qilish va Xitoy hukumatini qayta qurish haqida yo'l ko'rsatgan. Xitoyni qo'rshib bilish, xalqaro Xitoyni qo'rshib bilish, ya Sharq Turkiston, Mongol ham ichidan chiqqanlar qo'rshib bilish yoki Xitoydan ayrilish strategiyasini rad qilgan. Bu bizga kirdi. Har qanday odamning Xitoydan ayrilishi bu hujjat rad qilgan. Mustabidlikdan keyingi davrda Xitoyning demokratiylashishiga yordam berishni ta'kidlagan. Agar Xitoyda zo'r siyosiy o'zgarish yuz bersa, uning dunyo ta'minlash zanjiri bexatarlik tartibi ve rayon siyosatiga ko'rsatadigan ta'sirini ko'rinarlik bo'ladi, dunyo shunda cho'ng bo'ldi deb ko'rsatdi. Doklad oldin o'ylanish uchun strategik buffer degan o'tirmada bilmasam bo'shliq. Buffer rayonni o'tirga qo'ydi. Buning orqali g'arbni tamtirab qilishdan saqlamoqchi bo'ldi. Bu doklad Xitoy puhralarga mundaq bir aniq uchurni yetkazdi. Amerikaning qarshi turdig'ini Xitoyning davlat manfaati emas, balki CCP'ning Kommunist partiyasining zulmi. Kelgusida erkin Xitoy xalqi bilan birlikda tirishib, dunyoning tinchligi, qonun bilan idora qilish va erkinlik tartibini barbod qilish orzu qilganligini yozdi. Oxirgi bir nima qilib o'tay, Xitoy mutaxassislarining mo'ljallashicha, bu asiliqi Guanjian, men Guanjian Shiko bilan Huasha, Sango, Sanyeyi degan aşıqlıq dokladlarning aşağıning mo'ljallashicha, bu doklad Xitoyning kelgusiga mundaq ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xitoylarning davatida Xitoy liberallari va ziyolilarining mustabidlikdan keyingi loyiha to'g'risidagi konkret tasavvurini kuchaytirishi mumkin. Bu bir dunyodagi davatda Xitoy liberallari bo'lsin, demokratchilari endi hozir mushtaq qilayli deb plan tuzib yilib chiqishiga ularga turtki bo'lishi mumkin deydi. O'tkinchi adolat, milliy o'rtaq tunish va hokimiyat yurgizishning qonunligi qatorliq muhim masalalarda xalqning o'ylanishini ilgari surishi mumkin. Bular asos bizning Sharq Turkistondaydi. Bu milliylarni yerliklar bilan ashlar bilan qanday qilamiz? Ular ayrilmasa qanday qilamiz? Qanday davlatning birligini saqlaymiz? Mush masalasida hozirda o'ylashga boshlash kerak deydi. CCP ma'murlariga bisim paydo qilishi mumkin. Bu hujjat chiqqandan keyin CCPning rahbarlari, "Ey, az kundan bunda mening o'zimning kichkam jinini qo'ydigan, qochadigan bir yerlarni o'ylashib qo'yay deb ular bisim ishlatish kerak. Yo bo'lmasa ular ichidan o'zgarib, biroz demokratiya bo'lish kerak degan
bisim paydo qilishi mumkin dedi. Bu doklad dunyoda CCP'ning hokimiyatining qonunligiga gumonliq hosil qilishi mumkin. Hozir Xitoy Kompartiyasining qonunsiz hukumat deb degan ongni xalq o'tirg'i chechish mumkin. Bu hukumat qonunsiz hukumat deyish mumkin deydi. Bu CCP'ning o'zining hukmronligiga andisha paydo qilishi mumkin. O'tkinchilarni bostirish harakatini kuchayishi mumkin. Buningdan keyin mushunda ish bo'lib qolsa, Xitoy Kompartiyasi bostirishni texnik kuchaytirib etish uyga besish kerak deydi. Hozir YouTube'larda ko'ryapsizlar, Xitoyning har yili tutayotgan, nim qilayotgan shu ilaqa birsi berib, ilaqa Tiananmen Guangchangda manda nim deydi deb manda bir oqqa ishim yo'q, qog'ozni mushta chiqirib qo'yishi nadin keldi, ikki soqchi chiqib Xitoyni besyapti. Uni ilaqa Tiananmen Guangchangning maydoni ichida puhradan soqchi chiqdi deydi. Bir sinab yiqitgan Shangangdan borgan birisi. Sözledi ben qandaq rast aşağı saqtılar çıkmı deb, mında meydini bir ak qağını çıkıp, mında alıp gitken, şu zaman kepli, biz bunu aşağı ak qağız koyup yitdi. Aşılan deyapti. Mana, men bu hüccetni, muşunda türk arif, müşakkı çüendödüm, muşunun bir gün vaqtım keldi, yamak uzun hüccet ki, onu türk arimak, nimi qılıp, türk arifmiş, ammi bablaşıp, qandaq qıl ben deb çüendödüm, müşakkı sualınla bolsa, cevap berey, bulmasa ayaqlaştırsak boludu. Rahmat Mevlanka, bu doklad e'lon qilingandan keyin men xeyli qadam bilan kurashdim-chi, mushtaqilib suhbat qilaylik. Eng avval buni tushuntirib bo'lgandan keyin, anan keyin buning bizning Sharq Turkistonliklarningki Uyg'urning o'rtaq manfaatiga munosabat nuqtalarda qanday ziyonli taraflar bor. Bu haqida bir munoziralashtirib deb xil kuchab baxtim, lekin afsus endi qadamni buningga nima qilmadi. Bu bir doklad degandan bir cho'ng bir nimasi yo'q deb. Lekin qanaqasiz buni bir Xitoy uni e'lon qilgan Xitoy endi bu Xitoy demokratiyasimikan yo uni bir oq ko'rinishdan azroq ko'rib baxtingizmi? Ya uni oq ko'rinishi Amerikada Xitoyga, endi bu Amerikadagi bir siyosiy olimga, Amerika dengiz armiya akademiyasining professoriga, undagi Hudson Institute'ninki mudir Xitoy Osiyo Xitoy bo'limining mudiriga, uni Hou deydi. O shu Harvard netlagan cho'ng Amerika eng cho'ng aqllar tankisi. Shu tankininki tadqiqotchisiga men ishonima, u Xitoyni bir masalanga demokratiyalashtirsam, xalqimga texmi yaxshi bo'lsam deb o'zining xalqini nima qildi, lekin o Sharq Turkistonning mustaqilligiga meningcha uning dokladdan chiqib turdi. Uningga o Xitoyligi bor. Yo'q, nima qilmaydi. Endi men bir masalani o'ylab qo'yinglar-chi, Uyg'urlar. Amerika hukumati og'zida Xitoyni demokratlashtiramiz deydi. Amerika hukumati Xitoyning demokratiya bo'lishini xohlamaydi. Amerika manfaatiga duch kelmaydi. O'ylab boqing. Xitoy demokratiya bo'lib ketdi. Erkin sistem bo'lib ketdi. O Xitoyda hammaga mushu Yevropa davlatlaridagi hammaga bir iqtisod so'zini qilib erkin bo'lib ketdi. Xitoyda 100 million ziyoli bor, oliy maktabdagi. Bu kuch bilan bular shu zaman dunyo iqtisodini oldin elib Amerika iqtisodlaridan ishib, hammaga kirib ketishi mumkin. O demokratiya bo'lganda Amerika ichib yutadi hammani. Vaqtda Amerikaning manfaatiga, Yevropa manfaatiga cho'ng ziyonliq akildi. Chunki Amerika g'ayishlarni ashtaq bo'lsa deydi, unda bo'lishini xohlamaydi. Amerikaga mush Xitoy Kompartiyasi qanchalik uzun tursa, Amerika hukumatiga shunchalik foydali. Buni xohlagan vaqtida akirib, o'zi bilan savdo qilib, tijorat qilib, buni nima qila oladi? Xohlagan vaqtida cheklay Dunyodagi Yevropadagilarni xohlagan vaqtda Xitoy bilan savdo bo'lmasa, birlashib Xitoyni cheklaymiz dedi. Qanday qilib bo'ladigan bir. Shuning uchun ishchidan Xitoylar partli bo'linsa, Amerika hukumati Xitoyning demokratiyalashishini mening ko'z qarashimda qat'iy xohlamaydi. Hozir qanchalik mustabidlik bo'lsa, shunchalik yaxshi. Hozir ishchi vayron bo'ldi, hammasi bo'ldi. Amerika xo'shaqmagan haydab chiqaribdi. Biz Sharq Turkiston, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik, Mongoliya masalalarini akab Xitoyga besim ishlatalaydi. O besim ishlatgandan keyin bular iqtisodiy mandaq so'zlash jarayonlarida nurg'un manfaatlarni ola oladi. Bu ma'lum. Shuning uchun Amerika masalan Xitoy demokratiyaga Amerikaning nim foydasi? Bir tillik foydasi yo'q, ziynoba foydasi yo'q işte. Shuning uchun uning demokratiya bo'lishini Amerika
xalamaydı. Mening ko'z qarashimda. Endi ba'zi analizchilar deydi, masalan, ama nima 3-chi umumiy yig'indan keyin Amerika Xitoy bilan diplomatik o'rnatdi, 72 yil o'rnatdimi? Diplomatik tushunchamiz. Akam 78 akam Xitoy mablag' selish orqali Deng Xiaopingning nimasi bo'yicha hamda xalq chet el mablag'ini nima qilish orqali. Bunda Amerika g'arb davlatlari Xitoyga mablag' selish orqali asta-asta osh orqali Xitoyning siyosatini o'zgartiramiz deb kuch yapgan, amaliyot bugun kun kelganda Xitoy tarafga ketib, hozir Amerika bilan dunyoda kuch talashadigan bir holat shakllanib qoldi. Chunki g'arb davlatlari, jumladan Amerika hukumati bu Xitoyni yumshoq vosita bilan o'zgartirish mumkin emasligini nima qilish orqali Xitoy umumyuzlik bir nima elyapti, hamma tarafdan qurshab. Degandek mandat ko'z qarashlarmi bor. Buni qanday qaraysiz? Bu ko'z qarashlar to'g'ri. Bu masalan Rubiy Musa Amerikaning mishada kongresslar Avam palatasi va Kengash palataning a'zolari doim bu to'g'riliq so'zlaydi. Amerika haqiqatan bo'libmi shu Clinton davrida buni WTOga akirdi. Dunyo WTOga akirgan Xitoy shunday mush Amerika qilib beyib ketdi. Bu jarayonda Amerika intayin zo'r pul topdi. Xitoyga mollarini akirib, chunki o'z a'zam mollarini akilib, Xitoyga qimmat mollarini setib, zo'r foyda yedi. Ma'lum darajaga yetdi. Endi Amerika masalan ashun nima deydi? Endi Xitoyni cheklash uchun har xil shular vaqtida bilmamda, vaqt bular umrida kommunizmni tadqiq qilganlar, Sovet bilan bir umr kurash qilganlar, Sovet ittifoqi bilan. Shu Xitoy bularning gapiga anglamaydiganligini bilmamda, bularni bilib turib Xitoyning bular WTOga Xitoyning o'zgarmaydiganligini, demokratiya mangmaydiganligini bular biladi. Bilib turib Xitoyni akirgan, keyin uradigan vaqtida Xitoyga qarshi turib, endi Xitoy boydi, endi xeli kuchaydi, endi buni bir joylaydigan vaqtimiz keldi deganda bu nazariyalarni o'ttirib qo'ydi. Bularga keyin tushungan nazariya emas bular. Keyin Xitoylardan oldinib endi tushungan nazariya emas. Bular birinchi kundan tortilib bo'ldi. Bularning qo'llangan siyosati. Avval Xitoyni qilaylik, foydani topaylik, pulni olaylik. Xitoy, masalan, Xitoy deganning Amerika o'xshamaydi. Amerikaning boyligi ilm-fan, yenglik yoritish, yenglik pul muomala sistemi orqali bo'ldi. Xitoyning boyligi asosiyatdan zavod ishlab chiqarishdan bo'ldi. Bu ishlab chiqarish to'xtasa, hozir ishlab endi bu dunyoda boylik 3 bosqinchi, birinchi bosqichda qara. Uyumlik taraq qiladi. Sen nim qilma. Uyumlik taraq Xitoyning toz taraq qildi. Uyumlikning taraqi sanoatni taraqlandirdi. Zavodlar qurildi. Zavodni o'tgandan keyin uchur mazilga o'tsa. Amerika uchur davrida Yevropa shu yerga yetib qoldi. Xitoy u yerga kiramdi, u yerga kirgizmaydi. Sen bu yerga kirmasang, masalan, Amerikaning masalan telefonda iPhone'ni Xitoyda ishlaydi. Buning foydasining 80% iPhone yeydi, Xitoy 10% yeydi. Shuning uchun o zavodni Xitoylar Amerika ma'lum etkanda Xitoyni vayron qilib yetadi. Hozir iqtisod Xitoyninki yilaqim g'oylarni so'zlab ketib anglamanglar, ichidagi so'zlasanglar iqtisodning yarmilik degan zodi mana Shanxay degan Xitoyning yisha birinchi eng oldingi boylar turgan yerdagi 600 millionlik ekoni bir Xitoy 6 millionlik uyini 2 millionga bozorda sotamoqda. Shu mulk bo'ldi, hozir ishlab chiqarish zavodlari degan YouTube san ko'ramsan, men Xitoy to'rlarini jiq ishki to'rlarini ko'rdim. Vayronchilik deganga ichidagi shuncha ko'p ketdi. Masalan, Xitoy otgundagi Amerika masalan ma'lum bir yer kelganda Xitoyni urdi, so'qdi. Endi Amerikani doim pul topadigan yana izlab turdi. Amerikaning siyosiy azaldan tortib bir qo'yni, bir o'roq masalan Xitoyda bular nimani deydi? Cho'shqini deydi. Amerika bir o'roq cho'shqini birsiga berib, u toza cho'shqini bo'digan degan Amerika uni so'ydi deydi. Braziliyani shunday qildi. Avval Braziliya deganga yordam berib, Braziliya qaz boy bo'lib tag'anda Braziliyani uriblarni hamma boyliqni ilib oldi. Xitoydimi shunday jiqni oldi. Amerikaning siyosati shu. Uni kongresslarning degan gapi faqat u bir usul. Xitoyga hujum qilishning Xitoyga joylashning banasi. Uni adil tushungan emas, asli tushundi.
Xo'sh, endi asa men yerda bir Abdulla Mansurgan xirisi uchur yo'llabdi, savol so'rabdi. Henry Kissinger bilan Hudson Aqlamberning munosabati bormi yo'q deydi. Endi Hinddan kelsa hamma u odam qanchalik jiq kitob yozib ketdi. Nikson davrida, to'g'rimi? Nikson davrida o Jungo bilan munosabatni qurgan odam shu. Shu Jungo bilan Xitoy munosabatni tunji Mao'zedong davrida bo'lgan shu vaqtlarda biz uyg'unib, hujjat shaklda tushib uyg'unib ketgan. Bu odamning ta'siri cho'ng. Bu odamni hozirganda 100 yosh kirdi-ku deyman. Bormi men yaqin tekshirmadim. Bu odamning hamma aqllar ombiri bilan aloqasi bor. Bu hamma aqllar ombiri bu odamning kitoblarini o'qigan, tadqiq qilgan. Endi Xitoyni tadqiq qilish shu jarayonda bu odamning kitoblari shunday men u emas o'ttir sharhni Avstraliya munosabatini tadqiq qilgan bu odamning roli uchun albatta munosabati bor. Endi lekin bu odamning hozir bu odamlar qayerib ketdi, pensiyaga chiqib ketdi. Bularning aktiv a'zosi emas. Unda qolsa nima endi hozirgi bu dokladda sizga tushuntirishingizga hemen kirib o'tdikda. Yani bu dokladningki e'lon qilingandan keyin asli bizning shu Uyg'ur tashkilotlarimiz bo'lsin, bular shu xalqarada hali bir Uyg'ur Sharq Turkiya davosiga bir oylik bir ishni qilayotgan deylar. Dunyo Uyg'ur qildi bo'lsin. Masalan, Amerika Uyg'ur kishiga projekt bo'lib qolsin yoki surgundagi hukumat bo'lsin. Bu haqda kuchli bir munozara qo'zg'ash kerak-ku. Men buni qilib boqay deb xil kuch yapmoqdim. Chunki bu Xitoy hozir buni temisi bek muhim ekan-ku. Kommunizmdan keyingi Xitoy qaysi Xitoy bo'ldi? Xitoy Kommunist Partiyasining keyingi Xitoy. Hozir ikki qatim bir davralmishdan keyin uchinchi qatim davralmish kelyapti ma'nosi. Biz Manjudan qutulib Gomindan qutuldik, Gongsandan qutuldik. Ya'ni Gongsandan qutuldigan yana bir fursat kelayotgan vaqtda bizning taqdirimiz qanday bo'ldi deganga maqtanama bergan dokladida bunun o'rin bor, lekin bizga hech qanday foydali narsa yo'q shundaqmi? Faqat avtonomiya degan nuqtada cho'rdab undan boshqa kelib chiqadigan yuzga qarshi ehtimolliklarning hammasi bostirishninki yo'ldan o'tirib qo'yganlik emas, yana menga ashtaraq tushundim. Anda bo'lgandan keyin biz hozir bu Sharq Turkiston ozodlik qurish atnayotgan chetdagi bu nimalarimiz o'xshamagan fikr raqamdagi odamlar bu o'tirishga kuchli bir munozara qilib va yoki yoza oladiganlar topqasa bizning doklad buni qarshi bir narsani yozish orqali o'zimizning bunga moyillik nimamizga qarshi fikrimizni o'tirib qo'ysak bo'ladi. Abi degandek har qatim davr almashganda biz nisimizni olamadik. Unda biz qanday qilamiz kelgusida degan narsada Uyg'urlar kelgusi bir narsaga hozir emas. Masalan, Xitoy kommunistlari tuyuqsiz bir kechida og'dirlik ketib qolsa biz nimaga tayyor? Biz qo'llaydigan tosh kuch bormi yo'qmi? Mushta to'g'risida munozara yoki dokladlar yozilgan qilaman desang uni muzokara. Avval shu dokladni boshdan o'qishing kerak. Masalan, sen o'zing mush dokladni o'qib chiqdingmi? Men azroq nimadan belaqa nima qildim? Shunda masalan, sen ashta masalan bir odamdan akasi munozir qilsa bo'ladi. Uni o'qisa shuni o'qisa. Sen uni riyosatchi qilman degan odam sen mush hujjatni boshdan oyoq avval o'qib, nima qilib, andin uning xalqlarga savol qo'ya olsan bo'ldi. Hamma odam muzokara qildi, buni o'qisa bo'ladi uni. O'qib, buni tushunib turga organda endi buni o'qimasang qanday muzokara qilsa? Men demoqqa beta ChatGPT bilan buni butunlay o'qib yozishga kerak ingliz tilim yo'q-da. Ashunda kuchab boqqandan chiqirganlar bo'lgan bo'lsa, men naq ashunda qilmoqchimcha bu narsani. Siz degandek qilib, ish bo'lmasa bir ikki odamlar biz paranglish orqali tushunmagan nuqtalarda sizlarning nimalar yordam tushunib, bir savollar ishga qism tayyorlab, aka bir ekranga bir nim qilay desak, bo'ldi, chiqsa bo'ldi, men chiqsalar, men acha ekran bo'lsa chiqmay o chatoq so'zlash nima bo'lsa. Endi bir nechalarni bir necha yabiyalarda ancha-muncha bu to'g'riliq so'zlabdi. So'zlaganlar bunda so'zlagandalar qarsam bular o'qimabdi. O'qimaylar so'zlagandiki angashda ozroqlar hujjatni Sharq Turkistonda mandaq Shinjongda Abdul deb qo'yiblar. Uningdan biz davlatchilik qilsa qanday bo'ldi, hukumat shiddat o'zining parangga tushib ketdi. Hujjatni manda tonishi bu hujjat nima deydi degan ideya bilan hech kimning kori yo'q. Bu hujjatning mazmuni qopdi. O'zlarining parangga tushib ketibdi. Nima ish qilsan bu hujjat? Endi bunday hujjatni o'qimak, tushunmak tez. Bu yerda qonun shaklida yozilgan hujjat bo'lgandan keyin jumlalari, so'zlari noyat tez. Menmi kuchab o'qidim buni. Xitoy 2 yil o'qidim. O'qish to'g'ri keldi. Nurg'ulay so'zlaganlar baqayliqqa
bir necha bir 3-dan keyin angladim. Ashuni so'zlab, nima deb so'zlayotgani bular deb, bular so'zlab kelsa, mening so'zlashimning ahamiyati yo'q-da, endi tushuntirib. Qarasam bularning hech qaysi bu hujjat to'g'riliq, hujjatning iliq Xitoylar iliq degandek Guayang to Maygoro deb qo'ydi. Qo'yning kalsi ishning go'shini ketdi degandek, ma hujjatning ismini chiqarib qo'yib, o'zlarining parang'i chiqib ketdi. Hujjatlar munosabat yo'q. Şulaşkanda hozirgi mesela Amerika'da olsa nurgulg'an qonunlar, Uyg'urlar haqida qonunlar e'lon qilindi, nurg'un raportlar tayyorlandi. Buni to'g'ri dunyosi faqat ham bahirlaymiz. Men bu ba'zisini ko'rmay rast gap degan vaqtida hammani ko'rib qololmay ekanman-da. Mush dokladlar haqida ayrim aslida doklad nima deyildi, Uyg'ur qonunlari nima deyildi. Mushni xalqimiz bilish hech narsa bu bir kam qilayotgan nuqtachu. Masalan, ikki gapni oldimi, bir oydan oldin Amerikada yana bir qonun sunildi shunaqa Uyg'urlar haqida. Aş qonun taqa nimadan parlamentda o'tib bir narsaniki. Yani mushda biraz sunilsa, aşdan mazmunlari nima bor? Mushda temalarda keng suhbatlar davomli qizg'olab suhbat etib borsak, mushdan siz bir İngilizceniz yaxshi bo'lganda ekan. Hech bo'lmasa mazmunidan bo'lsa xalqimiz bir haliq bilib qolsin-chi, buni shu o'qiydiganlar oz. İngliz saviyasi yaxshi o'qigan bilan bu to'g'ri bir narsa yozmaydi ya so'zlamagandan keyin bilmay o'tib ketganmizda, ana kichik mazmunning nima borligini. Shu degandek, men ular qani qarapaq vaqt mening hozir qo'limda tutayotgan, mushu teknik chiqayotgan bir necha narsalar bor. Hamma narsa shundoq jiq vaqt talab qildi. Men oldingi haftada 36-yilini so'zladim. 36-yilni 2,5 soat leksiya so'zlash uchun 100 soat tayyorladim. Shu butun Xitoyning tarix kitoblaridan chiqib, so'rib, gaplarni tatar. Bunday shu 2,5 soat so'zlash uchun 3000 betdan jiqbirini o'qidim. Har bir hujjatlar o'qish shunda chiq. Men mushning men hamisha so'zlashib 1 soatda so'zlab tugatibdim. Mushning 2 kun vaqtim ketdi. To'liq top-to'g'ri shu qarab baqay. Mening vaqtim chiqsa, qo'limda bir necha ishlar bor. Ekronga chiqib so'zlaydigan. Anekani yana bir narsa Mavlanka mush dokladda siz e'lon qilinib bo'lgandan keyin bu eng avval Xitoy demokratchilik o'ziniki TV kanallarida yo munozirlarda munozir qildilar bu narsani. Mushaka biraz diqqatingizni tortgan, ayak shuni nimqani bir narsa bormi? Bor. Ular qanday qaraydi masalan bu dokladning e'lon qilinishida? Bularning nurg'unlarning bu dokladni masalanga cho'ng hozirgi Xitoy siyosatida cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi deydi. Bu bir xil nurg'un narsa plan. To'g'rimi? Gay planlar 1 yil chiqadi, kelasi yil chiqadi, 5 yil chiqadi, ta'siri bo'ldi. Shu hozircha cho'ng ta'siri yo'q. Lekin gaylari buning nimali bo'lsin, Xitoyning keyingi masala degan bu hukmning o'ttir qo'yishi, mushu gapning o'ttir qo'yishi o'zi Uyg'ur demokratchilariga, Uyg'ur deyman, Xitoy demokratchilariga bir o'ylanishga bir turtki bo'ldi deydi. Masalan, buningdagi Jiang Fin Mantanda uni nayt bu hujjatni nechga bo'lib so'zladi u. Nayt so'zlab hujjatlanda bu Xitoy mushu hujjatni nayt qo'llab shunday yaxshi so'zlayotdi. Lekin bu hujjatdan darol Xitoycha Li Ganjin deymizda darol bo'ladigan bir ta'siriga bularni ancha ishonmaydi. Lekin ish qilib hozir yo'q narsadan bizni Uyg'urlar masalan bu Uyg'urlar bizga ziyonmi foydami? Masalan hozir bularning siyosati bo'yicha hozirgi Uyg'urlarga bizning mustaqil harakatimizga ancha foydasi yo'q. Masalan darol bular shu bo'lib qolsa, lagerlarni assa, ashadagi odamlar chiqsa, bir Uyg'urlar kichkina uftab dam ilib bir tiniq tortib olishga ozroq foydasi bo'lishi mumkin. Kichkina o'zining gaylari nurg'un 1 milliondan jihat necha million odam turmada chiqib, xalqlar bilan bunda tutish mumkin. Ular sal demokratiya bo'lgandan keyin Uyg'urlar o'zaro bunda o'zining tilida so'zlash mumkin. Hozir Sharq Turkistonda yildanda boshlang'ich maktab hammasida Uyg'urcha dars butunlay to'xtadi, yo'q edi. Hozir yo'q bo'ldi. Hozir boshlang'ich bolalari, G'uljitga boshlang'ich bolalarini uyga borsang Uyg'ur so'zlayolmaydigan bo'lib qoldi. Asosiyatdan Xitoy bo'lib ketdi bolalar. Butunlay Xitoylashib, Xitoy so'zlab berib, Xitoylar uni bilan Uyg'ur so'zini bilmaydi. Butunlay Xitoylashib ketdi. Masalan, hukumat binolari ichida, universitet ishchilarida har qanday Uyg'ur uydan chiqib Xitoy Uyg'ur so'zlasa, uni darrov qo'lga oladi.
Universitetga bir professor bor, biz bilan birga maktab bitgan. Shu kelib ketdi bu Yevropada bir davlatga. Shu maydonda ketib berib o'quvchilarga bunday Uyg'urcha gap kelsa, ommaviy so'rinda Uyg'urcha gap qilib bulgunchilik qilib 3 oy so'lab qo'yib chiqadi. Butunlay Uyg'urcha hatto Mao Zedongninki asarlarim Uyg'urcha qolmadi. Uyg'urcha nashriyat butunlay tugdi. Hammasida hamda butunlay bu millat endi shu hech bo'lmagan shuaqlardan ashunda bo'lib qolsa asli kelib biz o'zimizmi kichkina urt to'qayning ichidan sal aslimiz akilib qolimizni yig'ib olib bunda bir bo'lishimizga bir foydasi bo'lishi mumkin. Endi biz mushu hozir Xitoyning bu siyosati ketyapti, bu siyosatdan bizga foydamiz yo'q. Mushuningdan Xitoylarning ichida bir jidal mojaro chiqsa, bo'lgunchilik chiqsa, bizga bir foydasi bo'lib qolishi mumkin. Bizga masalan shuning uchun meni so'rasa, bu siyosatni yurgizishni va ma'qul deb qo'llab beraman. Ishqi mush siyosat bo'yicha Xitoyda bir demokratiyalashsa, yoki Xitoy pochilashsa, qalay imkonlar chiqsa, ishqi bir nim bo'lsa, ashyadan Uyg'urlar foydali birini chiqib qolarmi degan mendimi shundaq bir umid va shundaq bir duo qilaman. Shuning uchun bu siyosatning hammamizga hamma odam o'zimizning hisobini so'qadigan gap. Men apparatni ishlatmayman, uchiq emas. Endi mushu nima doklad haqida boshqa masalan o'sha siz xotin institutining torbatlariga kirdingiz, biz asli inkas yozgan hayat mush to'g'risida bilan mulohaza qilgan bir narsa bormi? Ya o ularda ancha munosabati yo'q. Uyalar chunki bundaq aqllar ombirining ichida asosiyatda muzokara bo'lmaydi. Bular ilib o'zlari har maktablar tadqiq qilganda, shuyalat qildi, uning ichiga o'qib, andan keyin masalanga hozir Amerikaliklar uni tadqiq qilishga hech qanday bir ishtiyoqi yo'q. Hozir Avstraliya Gaza urushi, Ukraina urushi, mush masalalar Amerikaning eng Amerikaning ichidagi hozir Amerika partiyasimi tarixda bunda bo'linib boqmagan. Demokratiya bilan bu ichida bir-birini cho'rt qo'llamaydigan, bir-biriga ashaddiy hujumga intayin bir bo'lgunchilik ahvol chiqdi. Bularning Amerikaning iqtisodi bo'lib AI. Sana chiqama AI to'g'riliq birini tayyorlayaptimi? AI Amerikaning xizmatlarini vayron qilib yetib bordi. Men yaqinda bir ishlagan shirkatda AI chiqarib bizni avtomatik 61 soatdan bo'shlayapti. Amerikalarda hozir ziyolilar, injenerlar, bular maosh olganlar intayin ishsiz ahvol qoldigan ahvol chiqyapti. Shu hozir Amerikaning jiddiy masala mani mushu soatda tadqiq qilganlar qarab o'zlari fikr berganga foydalanish material bo'lib qoladi. Xitoy ishida xeyli cho'ng g'ulg'ul qo'zg'adi. Xitoy to'rlarda g'ulg'ulsida Xitoy soatini 5-6 har bir soatlikdan so'kladi, 5-6 to'g'ri kirib to'liq anglab chiqdi. Xullas mishada bir qirdishimizning muhabirimiz yozibdi, nasosal diqqat tortib qoldi. Assalomu alaykum, Gulis Daryo deydi xonim so'rganimizga. Assalomu alaykum. U hujjatlar Maynat Xitoyning razil butunlikni asos qilingan ekan, sizning tushuntirishingizni anglab dedim. Shunga uni tahlil qilish kerakmi yoki Amerika Uyg'ur kichik huquq qonunlari tuzilgandigo, shularni izlab tahlil qilgan yaxshimi? Agar shu qonunlar haqiqiy bo'lsa, Uyg'urlarning manfaati bo'lmasa, shundan foydalanish xizmatlari bo'layotamdi. Eng muhimi ozroq bo'lsa-mu birlik kelish uchun tirish kerakmikan deb o'ylayman. Bo'lmasa hech qanday bir ish oqmayotdi. Amerika oxirini o'qiyapman yo'q, men chiqmabdi endi. Yani demakchi, endi bu hujjatlar Xitoyning yani o'ziniki butunligini asos qilgan, davlat butunligini asos qilgan, boshqa biz munosabatli narsalarda cho'ng bir nima yo'q. Endi Amerika men keyingisi yozibdi-da. Amerika mushtaning orqasida cho'qim mushtaning orqasida cho'qim men Xitoylar bor dema dokladning orqasida demakchiganda, ular Amerikani dunyoning mushunda qulay imkoniyatlar bilan oldirash qilaversa, biz bilan kori bo'ladigan gaplaringizni azobimizga istoshlik qiladigan cho'li yo'q debdi. Ham demakchi, mesela Amerikaniki bir necha Uyg'urlarga bir necha qonunlarni e'lon qildi. Osh qonunlarga ko'ra biz mush doklad haqida bir nima mushunga bir tahlil qilish, ashuna asosan men tahlil qilish bizning nimamizga foydalimi, manfaatlarimizga debdi. Albatta foydali. Biz har qanday biz masalan Uyg'urlarga har qanday biz yo'g'on gurla armiya kirgizolmaymiz hozir. Shuning uchun biz Uyg'urlar har qanday kichikgina bir yuchuq bo'lsa, shundan foydalanishga intilish kerak. Masalan,
Amerika Uyghur to'g'riliq irqiy qirg'inchilik to'g'riliq nurg'un qonunlar chiqadi, to'g'rimi? Bu qonunlarni chiqarishning asosiy maqsadi Amerika shu orqali Xitoyga bitim ishlatish. Xalqaroni safarbarlik qilib Xitoyni qo'rishash. Darrov u Uyg'urlarning azobi Amerika uchun ancha cho'ng masala emas. Bu Amerika ashini Uyg'ur masalasini ko'tarib uchun o'zining davlat manfaati uchun bir ish qilish. Lekin uni shu biz uchun qoral bo'ldi. Mayli Amerikaning niyati qanday bo'lsin, lekin bu irqiy qirg'inchilik deb xalqaro Xitoyga bitim ishlatgani biz Uyg'urlarning ishini xalqarolashtirishda uning zo'r foydasi bo'ldi. Shuning o'xshash har qanday bir narsa bo'lsa, bir uyingda bir atvirka, bir ombor, bir kulush bo'lsa, hech qo'li ishi kelmaydigan odamning qo'lida ashundaq bir to'mir tastak. Qo'li ishdan keldigan odam iliq 3 omborni qilib, mashinaning bir yerlarini yasaydi, uchoqni yasalaydi, omborni yasalaydi, nurg'un narsalarni yasalaydi. Shuning o'xshash mushlarda oldimiz qo'ygan ombor, atvirka va nimalar. Endi ashlardan foydalanib bizning siyosiy her tashkilotning yetakchiligi ashlardan foydalanib biz har xil ishlarni ishlatsak bo'ldi. Shu foydalanib o'zimizning ishlarini ilgari surishga kichikgina bo'lsin, cho'ng bo'lsin, bir qadam bo'lsin, 100 qadam bo'lsin, ish qilib ish bo'lmaganda mundaq midirlasin, asha midirlab turmasak, unimi bo'lmaydi, bun bizga foydamiz yo'q, unim foydamiz yo'q turarsak, midirlamayli o'tirmiz shu biz. Shuning uchun bu ishlarning chiqishi Uyg'urlar foydali. Endi deyapti bu hujjat 2025 7-ayning 16 chiqibdi-ku mana. 6-ayning 16-si deymi? Ha. 6-ayning 16 chiqdi-ku deymi? 7-ayning 16-siga. Ha? 7-ayning. Shunda bo'lgan hisobda 2 oydak bo'lib qolibdi-da endi. Masalan, bir eng oxirgi bir savolni so'ray, shuni bilan programmamizni tugataylik. Bu doklad yana kelgisi Gongsanda Xitoy Kompartiyasi og'dirilgandan keyin Xitoyniki kelgisi nemisda o'tirib qo'yadi, o'zing planlarni Amerika aqlan biri. Buningga bizning tashkilotlar qanday ifoda bildi, uni bilmayman. Chunki dunyo Uyg'ur qo'rqdi, meni hammasi Facebook, Twitter cheklayotgan bo'lishqalarni hech ko'rmayman. Chiroyli ulardan talab qildim. Men bir aktivist bo'la suhbatim bilan sizlarning chiqargan narsalarni ko'rish, kuzatish, fikr berish haqqim bor. Echib o'tirmasam, echib etmadim. Shuning ularni seshash ko'rmayman. Boshqalar bu to'g'risida e'lon qilib rasm ko'rmadim Facebooklarda. Ya biz Amerika kişilik demokratiya fondima emislikka Amerikaning hozirgi nima qilayotgan yeri. Bular bu to'g'risida bir doklad binasida e'lon qilib ko'z qarash bilan maqola yozilmadi. Ham Uyg'urlarningki yozarmanlar bu to'g'risida yozmadi. Mushundaq jim turib olishi nimadan darak beradigan siz uchun? Siz mush haqida nima o'ylaysiz? Voy, bu tashkilot buni nima qilish uchun ashna ichida birinchi bir necha odam vaqt chiqarib ashni o'qisa bo'ldi. Bular hammasi o'qimaydi hech qaysi buni. Va endi ular o tashkilotlar shu Uyg'ur davosini jon boqidi ular. O jon bekish qildi Uyg'urda. Shuning uchun ular buni qilish uchun bir masalan Umar Qanot desam uni o'qibmi tushunmaydi uni ingliz tili murakkab, okay? Umar Qanot bunda so'zlab iliqi donko'riklar bir iliqi Qashqalarmi iliqi itqalar oldilik Uyg'urlar bag'o iliqi Xitoylar layma adiga xavshigwama degan inglizcha bir boshlang'ich saviyada bularni o'qib Umar Qanot tushunmaydi bularni. Endi u doklat masalan ularning tashkiloti hozir Zubayra tushundi yaxshi ingliz yaxshi ularning bir necha odam bor inglizlar bor. Shular o'qib uni tushunib buningga bir yozsa o'qisa shuning uttasi bo'ldi o'qisa birinchi o'qisa bo'ladi. Uyg'urlar o'qirman millat emas. Birini o'qiydigan millat emas. Bir odam chiqib chiqibmi bir odamni tillab qo'ysak, atiganlik 20 ming odam ko'radi uni. Shunaqa. Bunda bir hujjatni o'tirib o'qiydigan millat emas. Bularni asli bular o'qimaydi buni. Kim o'qiydi? Shunda uya bu aytgan anglab qo'yiblar, chiqiblar so'zlaydi va shu hujjat to'g'riliq o'qish kerak birinchi. O'qimasan uni o'qimaguncha ular nimani yozdaysa, dunyo Uyg'ur qurultayida kim yozdi uni? Hozir Nuri Turkar yozamdi, Nuri Turkarni men o'qini uning bilan aloqam bo'lmaganiga yillar bu ketibdi. Endi hozir deyapmiz, o'zimizning ishimizga o'zimiz ikki chiqmatimizcha sezgurtmatimizdan maqsad nimamiznikini. Mushtar narsalar ko'plab bir siz emas, yani o'xshamagan, masalan, yalg'iz bu Uyg'ur choyxonasi qilmasmi, boshqa choyxonalarda, ya Istiqlolda, ya qurultayning nimalarda, boshqalarda bu bas-basda munozir bo'lishga chiqib tursa, bu narsa bo'lmadi. Aslan mush hujjatni achib, mush hujjatni ilib
Masalan, bir necha odam müşahede turib, aşının her bir paragrafını ekran qo'yib turib, aşınınga munodir qilib analiz qilsa bo'ladi. Xalqlar aşta qilsa bu yaxshi. Ya aşkı mana paragraf mana bunun nima deymiz? Aşı meselede nurg'un meseleler aydınlaşıp gitti. Hadi dünya Uygur kurtlar hadi tek özünün ışgalısını tapanmağa vakti ya ulan içinden tiz vaktin içinde şapakçı mı çıktı, cinsli parakentçi mi çıktı, hain mi çıktı, baskıncı mı çıktı, şpiyon mu çıktı. Hem mesela 5-6 ayının içinde bulanın bir yılın içinde çıkıp tek ulan onun ışgalısından kilenmedi dünya Uygur kurtlar. Hadi nimelerini kıtıyor, kimler nimişini bilmeyin. Bir şey yok o teşkilatının gittiği. Şunun için ulamı kılanmaydı. Amerika'da adı mesela Erkin Asya radyo stansı toktap gitti. Erkin radyo stansı burunilik cüme deydi Allah battı. Onu İngilizce mişad okuyan night yaksa şula boğan bolsa şula okup bunu kılıp gidelaydigan ballar diye. Şunu kılattı. Buralarda nelik adı mı emas mı Nuri Türker dünya Uyghur'nunki kanun məsləhətçisi vaxtıda Nuri Türkan İngiliz yaxşı həmmiş özünün kəsbi bu advokat bolğan ki o qılalatdı. O muşu cimcit bo'lib yo'qab ketdi. Shundaqqa qiladigan adam tuzuk yo'q. Qiladigan adam yo'q. Xitoychini aslam. Masalan, Xitoychini yaxshi biladigan Uyg'urlar nihoyat jiq. Xitoychisi nihoyat yaxshi chiqibdi. Nima? Ashla kirsanglar PDF fayllar bor. Shu Xitoycha. Shuni qarab analiz qilgan Xitoychini yaxshi biladigan Uyg'urlar jiq. Masalan, İngilizce nihoyat yaxshi biladigan masalan sürgün hökumətdə Salih Xudoyor bor. Men tüyün a'lo bularni İngilizce a'lo İngilizlar. Bular kesildi, lekin bularni qiziqmadi. Bular to'g'riliq tafsili o'qisa bo'ldi, chiqsa bo'ldi. Shu vaqt chiqdi sürgün hökumət yana kim bor qildigan. Qolganlar asosiyatni hammasi jimjit bo'lib ketdi. Masalan, dunyo Uyghurlar Xitoy ishlar mutaxassis bilimlari bor. Ular Xitoycha o'qib Ya masalan, Ilshad Asanning Xitoycha intayin yaxshi. O degan masalan Uyg'urlar ichida eng yaxshi xalqaro maqolani shu yozyapti Xitoy maqollarida saviyasi yuqori uninki. Shulay kesildi qilma. Ani vaqt chiqarsang bo'ldi, chiqarib, analiz qilib, uni endi xalqqa men hamma nimani yozsam, birim chiqib qilsam, shunaqa nima desam xalq tushundi degan masalani birinchi o'ringa qo'yaman. Buni ommiyoblashtirib xalqqa tushundirsang bo'ladi. Shunday. Rahmat. Bugungi suhbat programmamiz qimmatli vaqtingizni chiqarib Aşı Xotin institutununki dokladını tefsiri düşündürüp neçə saat vaxtınız, küllep vaxtınızı çıkardınız bununla. Allah ecrinizi versin. Yani bunun deyinki Amerika'da Uygurlar hakkında ilan kılınan kanunlar, parlament sunulgan kanunlardan mezmunlar hakkında bir vaxtınızı çıkarsa açtım bir okup, biz halkımızı bir düşündürüp işi ne mezmunlu var. Biz devamlı halkı nimin mağlup ketivatımız da üstten mağlup ketivatımız. Xudo hazır bu nimga o'xshaydi desa, halkı nima Sitnochni o'lim xatini uzatib o'zini nima qilganiga o'xshash. Aynan shu qilib qolishda qo'y. Hozir biz zamonaviy dunyoniki nima deymiz, halqa o'qimagan kishilar qolib qoldik-da, halqa nima deymiz, halqa savodsizlari. Savodsizlari deyimsanmi, shu savodsizlari hammasidan mana adı AI taraqqiyot degan nima bu ketib bordi bu dunyoda bizga o'zimiz o'zgarib ketib bormiz. AI'ning taraqqiyotiga men yaqinda xudoyim sening sahnangga chiqib AI'ni bir bo'lib ketib qolgan ishlarni bir tushundiray. Nima bo'lib ketib qolganligini AI'larda hozir. Hozir AI taraqqilib, hozir odamlar hozir shuni qarab, hayvonlar bilan qanday paranglish taraflarga o'tib ketib bordi. Shunda bu ketib bordi, biz hech qanday xabar yo'q. Shu masalan Facebook'lar orqali birisi chiqib bir odamning og'zini buzib mushta tillaydi. Qarsang oshnikini shunda jiq odam ko'rdi. Oshning qiziqi emasmi? Millatning sifati ashadimi? Yomon nima bo'lib ketdi. Bo'ladi, fikrimizda hammalar ko'p rahmat qilganlar. Bo'lsa, sizmi bir kasbning egisi. Shunday qo'ysimlar-chi, Amerikada o'qidingiz, bo'lgandan keyin Yaponiyadagi Qavulji Abduriya mana 7 ay o'qil 8 ay qadam qo'ydi, 8-9 ayman tur. Bu yil 2025-ni Uyg'urlar uchun zamonaviy fan texnika yili qilaman deb har 2 haftada bir qator izchil shu hozirgi zamonaviy fan texnik oid narsa. O'yli quantum fizika to'g'riliq so'zlayotdi. Shu yaxshi tushundirsa chiqib bunichi bir odam chiqsanglar mayli qandaq nim bo'lsin, men mushto'g'iliq so'zlayman deb bir niyatni qilib, mayli siz qanchalik o'qib ketmasa, shuni niyat qilib, shuni izdansangizlar hozir hamma narsa Google'da.
Hamma narsa GPT, GPA, GChat'da. Aşı kirsanglar aşını o'qib, mushuni qilaman deb mush modda o'qisanglar shu to'g'riliq birin chiqaverdi. Hozir hamma narsa ekrandalar emasmi? İşte demekçi hem de müştak Uygurlarımızın her kay saat okugan sarıkılları, bilim ilgilileri, ziyalileri üzerine okugan saate milletke bildiğinin azrak bir təqdim kılınlar. Milletin umum universal sapasını üstüreyle. Bunun için bu ziyalilarınki millet üzü beğişlaş, milletninki mani dünyasını beytiş, bilim arkalı kudret tapmışta üzerinin mesuliyetini ada qilish için Uygur çayxanası her zaman sizler için ekranımız uçup. Bu birinci dep qo'ygan gap. İkincisi, oldimizga gap seshanba kuni kechda Qavulji Abdurrahim bilan zamonaviy fan texnikaniki 53 sonida kvantum kompyuter haqida suhbat var. Ani keyinidan oldimizga gap 21-sida payshanba kuni ikki professor bilan Abduqodir Damollon qatl qilingandan keyin 101 yillik munosabatdan bir suhbat va bu suhbatni 14-sida qilibdik. Afsuslar ba'zi bir ishlar tufaylidan bu kechikib oldimizga gapda Abduqodir Damollon qatl qilinganning 101 yilligidan navbatdagi Uyg'ur milliy ma'rifiga nazar suhbat programmamiz huzuringlarda unda bugun suhbat programmani nishad oxirlashdi. Rahmat Mavlonga keyingi sonni kirishaylar. Bo'ldi. Hammalar Alloh taolodan omonlik tilayman. Bo'ldi.